Aziz tomoshabinlar, bugun sizni juda muhim, hatto shoshilinch xabar bilan ogohlantirmoqchiman. Agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu ma'lumot aynan siz uchun. Chunki agar hozir aytadiganlarimni bilmasangiz va tegishli choralarni ko'rmasangiz, may oyida pensiyangizni umuman olmasligingiz yoki muhim qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas. Balki aniq mexanizmlar va yaqinlashib kelayotgan o'zgarishlar bilan bog'liq haqiqatdir. Pensiya tizimidagi ba'zi nozik jihatlar haqida ko'pchilik bilmaydi va bu bilmaslik moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun darhol ushbu videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zim muhim. Muammoning asosiy mazmuni avvallari pensiya tizimi ancha sodda edi. Pensiya tayinlangach, deyarli barcha to'lovlar avtomatik tarzda amalga oshirilardi. Qo'shimcha imtiyozlar ham ko'pincha sizning nomingizdan idoralararo almashuv orqali hisoblanardi. Ko'pchilikning tasavvurida pensiya fondi barcha ma'lumotlarga ega va agar sizga biron bir qo'shimcha imtiyoz yoki nafaqa tegishli bo'lsa, u avtomatik ravishda tayinlanishi kerak. Ammo hozirgi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Pensiya tizimimiz modernizatsiya qilinmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari joriy etilmoqda va bu ba'zi hollarda pensionerlarning o'zlaridan faollikni talab qiladi. Bugungi kunda ikki asosiy muammo mavjud bo'lib, ular ko'plab pensionerlarimizga ta'sir qilishi mumkin. Birinchisi, siz haqingiz bo'lgan ayrim muhim qo'shimcha to'lovlar va nafaqalar avtomatik tarzda hisoblanmaydi. Ular uchun alohida ariza bilan murojaat qilish shart. Agar siz bunday arizani bermagan bo'lsangiz, bu pul sizga shunchaki berilmaydi va siz moliyaviy jihatdan jabr ko'rasiz. Ikkinchi va undan ham shoshilinchroq masala esa may oyida pensiya to'lovlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan uzilishlar yoki to'liq to'lovsiz qolish xavfi. Bu har qanday byudjet uchun, ayniqsa pensiya yoshidagi insonlar uchun juda og'ir vaziyat. Bu ikkala masala ham bevosita pensiya tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar va ba'zi hollarda bürokratik jarayonlar bilan bog'liq. Endi keling, har bir masalani batafsil ko'rib chiqaylik. Chunki har bir detal sizning cho'ntagingizga ta'sir qiladi. Aslida birinchi asosiy qism batafsil tushuntirishlar. Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, pensiya tizimi biz o'ylagandan ko'ra ancha murakkabroq va o'zgaruvchandir. Hukumat va tegishli organlar har yili pensiya qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritadi, yangi imtiyozlar joriy etadi yoki mavjudlarni o'zgartiradi. Ammo bu yangiliklar haqida hamma ham xabardor bo'la olmaydi. Kim tashvishlanishi kerak va kimga ortiqcha xavotirlanish shart emas. Avvalo tashvishlanishga sababi bor bo'lganlar. 1. O'z ma'lumotlarini uzoq vaqtdan beri yangilamaganlar. Agar sizning yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, bank rekvizitlaringiz o'zgargan bo'lsa-yu, siz pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz, to'lovlar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. 2. Faqat avtomatik to'lovlarga ishonadiganlar, hamma narsa avtomatik tarzda amalga oshiriladi deb o'ylaydiganlar. Ayniqsa yuqorida aytilgan qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lish xavfi ostida. 3. Maxsus imtiyozlarga loyiq bo'lishi mumkin bo'lganlar, ammo murojaat qilmaganlar. Masalan, nogironligi borligi sababli boquvchisidan ayrilganlik uchun, uzoq muddatli mehnat staji uchun yoki faxriylik maqomi uchun qo'shimcha to'lovlar mavjud, ammo ular uchun ariza shart. Bank kartasi muddati tugayotgan yoki tugaganlar. Bank kartangizning amal qilish muddati may oyida tugasa, pensiya hisobingizga tushmaydi. Bu eng keng tarqalgan sabablardan biri. 5. So'nggi paytlarda ko'chib o'tganlar yoki doimiy yashash joyini o'zgartirganlar. Pensiya to'lovlari hududiy pensiya jamg'armalari orqali amalga oshiriladi. Ma'lumotlaringiz yangilanganiga ishonch hosil qilmasangiz, to'lovlar ushlanib qolishi mumkin. Kimga ortiqcha xavotirlanish shart emas, ammo baribir ehtiyot bo'lish kerak. 1. O'z pensiya ishlarini faol boshqaradiganlar. Doimiy ravishda pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'lib turadiganlar, ma'lumotlarni yangilab boradiganlar. 2. Barcha hujjatlari tartibda bo'lganlar. Pasporti, pensiya guvohnomasi va boshqa hujjatlari muddatiga mos keladigan va to'g'ri rasmiylashtirilgan. 30. Bank kartasi muddati uzun bo'lganlar va hech qanday shaxsiy ma'lumotlari o'zgarmaganlar. Endi esa batafsil misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lgan opa Xadicha, faraz qilaylik, 70 yoshli opa Xadicha 2 yil oldin turmush o'rtog'idan ayrilgan. Uning o'zi ham umr bo'yi uy bekasi bo'lib,
Staji kam bo'lgani sababli pensiyasi unchalik katta emas. Qonunchilikka ko'ra boquvchisini yo'qotgan ayollar uchun yoki yolg'iz pensionerlar uchun muayyan qo'shimcha nafaqalar yoki imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin opa Xadicha bu haqda bilmaydi. U barcha pensiya to'lovlari avtomatik tarzda hisoblanadi deb o'ylaydi. Uning farzandlari ham bu nozik jihatga e'tibor bermagan. Natijada opa Xadicha har oy qo'shimcha 1,7 million so'm bu shartli raqam olmasdan yashab kelmoqda. 2 yil davomida bu miqdor 3,6 million so'mga yetadi. Bu pul uning uchun dori-darmon yoki oziq-ovqat xarid qilishda juda asqotgan bo'lar edi. Uning vaziyatida pensiya jamg'armasi uning turmush o'rtog'idan ayrilganini rasmiy ravishda bilishi mumkin. Ammo bu holat unga avtomatik tarzda qo'shimcha nafaqa berilishini kafolatlamaydi. Chunki bunday nafaqalar uchun ariza va tegishli tasdiqlovchi hujjatlar talab etiladi. Masalan, turmush o'rtog'ining o'lim haqidagi guvohnomasi va uning pensiya olmaganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Opa Xadicha hech qanday ariza bermagani uchun bu pulni olmagan. Asl ikkinchi misol. Faxriy aka Rahimning imtiyozlari 65 yoshli aka Rahim uzoq yillar davomida davlat xizmatida ishlagan faxriy. Qonunchilikka ko'ra uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lgan yoki maxsus xizmatlari uchun faxriylarga qo'shimcha nafaqalar yoki imtiyozlar berilishi mumkin. Masalan, kommunal to'lovlar uchun qisman chegirma yoki pensiyaga qo'shimcha ma'lum miqdor. Aka Rahim esa pensiyaga chiqqanida faqat asosiy hujjatlarni topshirgan va qo'shimcha imtiyozlar haqida o'ylamagan. Uning do'sti unga bu haqda aytganida aka Rahim pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. U yerdan unga uning maxsus maqomini tasdiqlovchi guvohnoma, masalan, faxriy guvohnomasi va shu asosda ariza berish kerakligi tushuntiriladi. Aks holda bu imtiyozlar avtomatik tarzda tayinlanmaydi. Aka Rahim bu imtiyozlardan 5 yil davomida foydalanmagan va har oy taxminan 5,000 so'mlik imtiyozdan mahrum bo'lgan. Bu jami 6,000 so'mga teng. Asas 3-misol. May oyidagi to'lovsiz qolish xavfi amaki Ahmad va opa Zaynab 72 yoshli amaki Ahmad o'zining bank kartasini faol ishlatmaydi. Pensiya kartasining amal qilish muddati 2024 yil aprel oyida tugashini u esidan chiqarib qo'yadi. Bank tomonidan unga yangi karta tayyorlash uchun xabar berilgan bo'lsa-da, u bu xabarga e'tibor bermagan. Natijada may oyida uning pensiyasi yangi hisob raqamiga o'tkazilishi kerak bo'lsa ham, kartasi yo'qligi sababli u pulni yechib ola olmaydi. Bu esa may oyida uning cho'ntagini bo'sh qoldiradi. Garchi pul hisobda bo'lsa-da, uni ishlatish imkoni bo'lmaydi. Bu vaziyat nafaqat qulaylik masalasi, balki shoshilinch xarajatlar uchun pulga muhtoj bo'lganda jiddiy muammoga aylanadi. Yoki 68 yoshli opa Zaynabni olaylik. U bir necha oy oldin o'g'lining yoniga boshqa tumanga ko'chib o'tgan. Lekin propiskasini hali yangilamagan va pensiya jamg'armasini bu haqda xabardor qilmagan. Pensiya jamg'armasi va boshqa davlat idoralari muntazam ravishda ma'lumotlarni solishtirib turadi. Agar sizning yashash joyingiz haqidagi ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlansa, pensiya to'lovlari vaqtinchalik to'xtatib turilishi mumkin. Chunki tizim sizning haqiqatdan ham tirik ekanligingizga va belgilangan hududda yashayotganingizga ishonch hosil qilish kerak. Opa Zaynabning pensiyasi may oyida kechikishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi uning yangi manzili bo'yicha ma'lumotlarni tasdiqlash uchun vaqt talab qiladi. Bunday holatda to'lovni qayta tiklash uchun opa Zaynabning o'zi tashabbus ko'rsatib, tegishli idoralarga murojaat qilishi shart bo'ladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, pensiya olish oddiy jarayon bo'lib tuyulsa ham, unda juda ko'p nozik jihatlar mavjud bo'lib, ularga e'tiborsizlik qilish moliyaviy o'qotishlarga olib kelishi mumkin. Aslida ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar, ba'zi to'lovlar haqiqatan ham avtomatik tarzda hisoblanadi. Masalan, umumiy pensiya indeksatsiyasi, ya'ni pensiyaning inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirilishi. Lekin hatto bunday avtomatik o'sish ham sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz yangi bo'lmaganda kechikishi mumkin. Pensiya tizim ma'lumotlar bazasining doimiy ravishda dolzarb bo'lishini talab qiladi. Tuzoqlar va e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar. Bir noto'g'ri ma'lumotlarga ishonish, do'stlar. Qo'shnilar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmang. Har doim rasmiy manbalar, masalan, pensiya jamg'armasining veb-sayti, davlat xizmatlari markazlari yoki banklarning rasmiy e'lonlariga tayanib ish ko'ring. Ba'zan mish-mishlar pensionerlarni keraksiz sarosimaga soladi yoki noto'g'ri harakatlarga undaydi. 2. Rasmiy xabarnomalarni o'qimaslik. Pensiya jamg'armasi yoki banklar sizga pochta orqali, SMS orqali yoki
shaxsiy kabinetingiz orqali muhim xabarnomalar yuborishi mumkin. Ularni o'qimaslik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, bank kartangizning muddati tugashi haqidagi SMS yoki yangi qonun loyihasi haqidagi e'lon. 3. Pensiya jamg'armasi siz haqingizda hamma narsani biladi deb o'ylash. Bu eng katta xato. Sizning oilaviy ahvolingizdagi o'zgarishlar, turmush o'rtog'ining vafoti, farzandlar sonining o'zgarishi, nogironlikning paydo bo'lishi, sog'lig'ingizdagi o'zgarishlar, yashash manzilingizning o'zgarishi kabi ma'lumotlarni pensiya jamg'armasi har doim ham avtomatik ravishda bilmaydi. Bu ma'lumotlarni sizning o'zingiz taqdim etishingiz kerak. 4. Bir martalik arizalar va ularni davriy yangilash zarurati. Ba'zi imtiyozlar uchun ariza bir martalik bo'lsa-da, ayrimlari davriy tasdiqlashni talab qiladi. Masalan, nogironlik nafaqasi uchun har yili tibbiy ko'rikdan o'tish va hujjatlarni yangilash talab qilinishi mumkin. Agar siz buni qilmasangiz nafaqa to'xtatiladi. 5. Onlayn portallardagi texnik muammolar rag'amlashtirish qulaylik yaratadi. Ammo tizimlardagi texnik nosozliklar ba'zan to'lovlarni kechiktirishi mumkin. Bunday holatlarda onlayn harakatlar bilan birga bevosita murojaat qilish ham muhim. Noaniq nuanslar bir arizalarni topshirish muddatlari. Aslida ayrim qo'shimcha to'lovlar uchun ariza topshirishning o'z muddatlari bor. Masalan, agar siz ma'lum bir imtiyozga kech murojaat qilsangiz, avvalgi davrlar uchun pulni olish imkoniyatingiz cheklangan bo'lishi mumkin. Ko'pincha murojaat qilingan kundan boshlab oldingi 22 oy uchun qayta hisoblash amalga oshiriladi. Undan oldingi davrlar uchun esa pul qaytarilmaydi. Bu siz uchun sezilarli yo'qotish. 2. Idoralararo ma'lumot almashinuvi masalalari. Garchi davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilgan bo'lsa-da, ba'zan bu jarayonlar kechikish yoki xatolarga yo'l qo'yilishi mumkin. Masalan, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organidan o'lim haqidagi ma'lumot pensiya jamg'armasiga kechikib yetib borishi mumkin. Bu esa qo'shimcha nafaqa yoki pensiyani to'xtatishda noaniqliklarni yuzaga keltiradi. 3. Banklarning roli. Pensiya to'lovlari banklar orqali amalga oshiriladi. Ba'zan banklarda ichki texnik muammolar, tizim yangilanishlari yoki kartalar bilan bog'liq nosozliklar tufayli to'lovlar kechikishi mumkin. Bu pensiya jamg'armasiga bog'liq bo'lmasligi mumkin, ammo sizning to'lovingizni ta'minlash uchun bank bilan bog'lanish kerak bo'ladi. Aloqa ma'lumotlarini dolzarb saqlash muhimligi. Risk. Sizning telefon raqamingiz va manzilingiz doimiy ravishda pensiya jamg'armasi va bankda yangi bo'lishi shart. Agar sizga muhim xabarnoma yuborish kerak bo'lsa, ular sizga yetib bormasa, bu keyinchalik muammolarni keltirib chiqaradi. 5. Pensiya va nafaqa o'rtasidagi farq. Pensiya bu staj va oylik ish haqi asosida tayinlanadigan doimiy to'lov. Nafaqa esa ijtimoiy yordam turi bo'lib, u muayyan holatlarda, masalan, boquvchisidan ayrilganlik, nogironlik, farzand tug'ilishi beriladi va ko'pincha ma'lum muddatga yoki ma'lum shartlar bajarilganda to'lanadi. Nafaqa turlari ko'proq ariza talab qiladi. Bu jihatlarni tushunish, pensiya tizimida o'z huquqlaringizni to'liq himoya qilish va moliyaviy yo'qotishlarning oldini olish uchun juda muhimdir. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi keling, bevosita harakatlar rejasiga o'tamiz. Sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Nima qilish kerak, qayerga borish kerak va qanday hujjatlarni to'plash kerak. Birinchi qadam, pensiya holatingizni tekshiring, onlayn orqali. Agar imkoniyatingiz bo'lsa yoki farzandlaringiz yordamida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyTalk.uz orqali o'z pensiya holatingizni tekshiring. Bu yerda siz pensiyaning tayinlanishi, miqdori va to'lovlar tarixi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Telefon orqali pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga yoki davlat xizmatlari markazlarining qol markazlariga qo'ng'iroq qiling. O'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni aytib, pensiya holatingiz haqida so'rab oling. Bevosita murojaat. Eng ishonchli yo'l bu o'z yashash manzilingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat shaxsan murojaat qilish. Pasportingiz va pensiya guvohnomangizni olib boring. Ikkinchi qadam. Potensial qo'shimcha to'lovlarni aniqlang. Sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi umumiy qo'shimcha to'lov turlari. Boquvchisidan ayrilganlik nafaqasi. Agar turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa va siz uning qaramog'ida bo'lgan bo'lsangiz, nogironlik nafaqasi, agar sizda nogironlik holati mavjud bo'lsa, uzoq muddatli mehnat staji uchun qo'shimcha. Belgilangan minimal stajdan ortiq stajga ega bo'lsangiz. Ayrim toifadagi fuqarolar uchun imtiyozlar.
Masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, mehnat faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar va boshqalar uchun maxsus imtiyozlar va qo'shimcha nafaqalar mavjud. Farzandlar yoki boshqa qaramog'idagi shaxslar uchun. Agar sizning qaramog'ingizda voyaga yetmagan farzandlar yoki boshqa mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lsa, yolg'iz pensionerlar uchun. Astirish ba'zi hududlarda yoki maxsus dasturlar doirasida yolg'iz yashovchi pensionerlar uchun qo'shimcha yordamlar bo'lishi mumkin. Bu to'lovlar sizga tegishli yoki yo'qligini aniqlash uchun pensiya jamg'armasi xodimlari bilan bevosita maslahatlashing. Vaziyatingizni to'liq tushuntiring. Ular sizga qaysi nafaqa yoki imtiyozga da'vo qilishingiz mumkinligini aytib berishadi. 3-qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlang va yangilang, manzilingizni tekshiring. Sizning yashash manzilingiz pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar ko'chib o'tgan bo'lsangiz, albatta bu haqda xabar bering va propiskangizni yangilang. Telefon raqamingizni tekshiring. Tegishli idoralar siz bilan bog'lanishi uchun telefon raqamingiz dolzarb bo'lishi shart. Bank rekvizitlarini tekshiring. Pensiyangiz tushadigan bank hisob raqami yoki karta raqami to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar bank kartangizni almashtirgan bo'lsangiz, yangi karta ma'lumotlarini taqdim eting. Pasport va pensiya guvohnomasi muddatini tekshiring. Ularning muddati tugagan bo'lsa, ularni yangilashga shoshiling. 4-qadam. May oyidagi to'lov masalasi uchun maxsus choralar, bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Bu eng muhim qadam. Agar may oyida yoki undan oldin muddati tugayotgan bo'lsa, darhol o'z bank idorangizga murojaat qiling va yangi kartani oling. Yangi kartani olish uchun odatda faqat pasportingiz kifoya qiladi. Pensiya jamg'armasi va banklarning e'lonlarini kuzating. May oyi oldidan har qanday rasmiy e'lonlar, ogohlantirishlar yoki qo'shimcha talablarni diqqat bilan o'rganing. Agar pensiya kechiksa, may oyining belgilangan to'lov kunidan keyin pensiya hisobingizga tushmasa, avval o'z bank kartangizni tekshiring, keyin bankning kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Agar bank muammoni hal qila olmasa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 5-qadam. Qo'shimcha to'lovlar uchun ariza berish tartibi, qayerga murojaat qilish kerak? Sizning yashash manzilingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga, DXM. Hozirgi kunda ko'plab pensiya xizmatlari DXM orqali ko'rsatilmoqda. Bu juda qulay. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Pasport asl nusxasi va nusxasi, pensiya guvohnomasi asl nusxasi va nusxasi. Ariza berilayotgan nafaqa yoki imtiyoz turiga qarab qo'shimcha hujjatlar talab etiladi. Nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilish guvohnomalari agar boquvchisidan ayrilganlik yoki qaramog'idagilar uchun bo'lsa. O'lim haqidagi guvohnoma agar boquvchisidan ayrilganlik bo'lsa. Tibbiy ma'lumotnomalar nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar agar nogironlik nafaqasi bo'lsa. Mehnat daftarchasi agar stajga oid qo'shimcha bo'lsa. Maxsus guvohnomalar, faxriy guvohnomasi, Chernobil qatnashchisining guvohnomasi va HK bank rekvizitlari haqidagi ma'lumotnoma bazida nima yozish kerak? Ariza yozma shaklida bo'ladi. Sizga nomini taqdim etishlari mumkin. Arizada o'zingizning ism-sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingizni to'liq ko'rsatishingiz shart. Qaysi turdagi qo'shimcha to'lov yoki nafaqa uchun murojaat qilayotganingizni aniq yozing. Masalan, men to'liq ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, tug'ilgan sanangiz. Ushbu arizam orqali boquvchisidan ayrilganlik nafaqasi yoki nogironlik bo'yicha nafaqa, uzoq muddatli mehnat staji uchun qo'shimcha va hokazo uchun murojaat qilaman. Ilovada barcha kerakli hujjatlarni taqdim etaman va pensiya jamg'armasidan tegishli nafaqani tayinlashni so'rayman. Barcha ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ham arizada ko'rsating. Muhim maslahat. Arizangizning nusxasini o'zingizda saqlab qoling. Murojaat qilganingizni tasdiqlovchi qog'oz yoki ro'yxatdan o'tkazilganlik haqidagi shtampni olishga harakat qiling. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelganda sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Umumiy maslahat. Faol bo'ling. Muammolar paydo bo'lishini kutmang. O'zingizning pensiya huquqlaringizni biling va ulardan foydalanish uchun zarur choralarni ko'ring. Doimiy ravishda pensiya jamg'armasi va bankning yangiliklarini kuzatib boring. Xulosa va yakuniy bog'lash aziz do'stlar, bugungi videoda juda muhim ikki masalani batafsil yoritishga harakat qildim. Ariza berilmasdan berilmaydigan qo'shimcha to'lovlar va may oyida pensiyasiz qolish xavfi.
esingizda bo'lsin, pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarib turadi. Sizning faolligingiz va ma'lumotlarga egaligingiz moliyaviy barqarorligingiz garavidir. Pensiya faqatgina davlat beradigan to'lov emas, balki bu sizning umr bo'yi qilgan mehnatingiz natijasidir. Uni to'liq va o'z vaqtida olishga haqqingiz bor. Qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lmaslik uchun va may oyida pensiyangizni uzilishlarsiz olish uchun hoziroq yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Bank kartangizni tekshiring. Shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilang va sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday qo'shimcha nafaqa yoki imtiyoz uchun alohida ariza bilan murojaat qilishdan erinmang. Hozirda pensiya jamg'armasi va davlat xizmatlari markazlarida sizga yordam berishga tayyor mutaxassislar bor. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foydalanishlari mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizga doimo dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang.